Ko'cha turmush o'rtog'i telefonlarini storisiga qo'ydilarda chiqib ketdilar. Ochiq qoldi. Tegasizmi, tegmaysizmi? Tegmayman. Tegmaysizmi? Avval tegaydi, natijasi yaxshi bo'lmagan endi tegmayman. Necha tegmaslik kerak? Shuni Tegmanglar qiz bilan. yo'q, tegmayman. Nimaga? Qiziqonlik qilmaysizmi? Yo'q, ishonamanda. Ishonasiz. Nimacha? Bilmasam ishim yo'q bo'lsa. Nimaga qilmaysiz? Ko'rib xohlagan vaqtim ko'rmayman. Ha, shundoq ham ochiq turadi. Oh, Hakim, bolalar degan yurasiz. Chekmayman. Nimaga? Mojaro kerak emas. Qiziqonlik qilmaysizmi? Yo'q, tinchlik kerak. Tinchlik kerak. Tinchlik uchun tegmaslik kerak. Hammaga maslahat beraman. Men ishonaman. Ishonasiz. Qanaqa qilib ishonasiz o'zga kirganda? Bilmasam, kishimga ishonarlar mana. Nima uchun? Qiziqonlik qilmaysizmi? Tegish kerak emas, madaniyatsizlikka kiradi. Madaniyatsizlik, o'zini shaxsiy chegaralarini buzish kerak. Shaxsiy chegara bor. Uni ham o'zini shaxsiy hayoti, meni ham o'zimni shaxsiy hayotim. Telefonimni kavlash noto'g'ri. Bizda unaqa nima bo'lmaydi. Ochiq turaveradi. Ha, har doim ochiq turgan telefonlar hech qachon teginmaganman, qaramaganman. Shuning uchun u kishi ham bu haqda menga gapirmaganlar.